Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan politika mavzuyimizni ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu mavzu qanday mavzu o'zi? Politikada qaysi fan tarmog'ini o'rganamiz deydigan bo'lsak, bugun sizlar bilan aynan fan doirasida tarixdagi turli xil nishonlar, medallar, mukofotlarni paydo bo'lish tarixi haqida, Sharqdagi mukofotlar haqida hamda O'zbekistondagi mukofotlash tizimi haqida to'xtalib o'tamiz. Faleristika so'zi asli lotincha falera so'zidan kelib chiqqan bo'lib, demak, metall bo'lagi degan ma'noni anglatadi. Aynan Rim legionlari yoki antik davrda jangchilarda ham aynan bir-biridan farq qilib turish uchun metalldan qilingan ma'lum bir bezaklar taqib qo'yilgan. Mana o'ng tomondagi o'sha kiyimida ham ko'rib o'tirmiz, ma'lum bir bezaklar taqilgan. Aynan mana shular ham ularni qaysi bir qo'shin turiga tashkil etishini yoki darajasi qay darajada ekanligini bildirgan bo'lganki, shuning uchun falera so'zi falallera deb atalganki, ya'ni metall varaqlari deb tarjima qilingan. Vaqt o'tishi bilan albatta faleristikada turli xil xizmatlar, mukofotlar yoki faqat bu harbiy, faqat turli xil ijodiy, madaniy, ilmiy doirada ham jismoniy kerak bo'lsa doiradagi ham ko'krak nishonlari, jetonlar qabul qilina boshlanganki, bu hammasi ham faleristikani tarkibiy qismiga kiradi. Bularni yaratish jarayonida masalan bronzadan, qo'rg'oshindan, fil suyagidan yoki turli xil terrakotalardan yasalgan maxsus bir tester jetonlar ham bo'lgan. Hattoki masalan bugungi kunda ham xuddi shunaqa jetonlar bor. Mana eslaringda bor, hammani metroga kirguncha jetonlardan foydalanardi yoki nimalarda ham yana ma'lum bir bankomatlarga o'zini maxsus jetonlari bor, o'yin avtomatlari bor yoki ba'zi bir nimalar borki, shunaqa jetonlar borki, o'sha jetonni hozirgi kunda kartochka ko'rinishidagi jeton vazifasini bajaryapti. Shu jeton bilan ma'lum bir o'yingohlardan, ma'lum bir joylardan imtiyozli foydalanish huquqi beriladi. Qadimgi Rimda ham Rim hammomlaridan, ya'ni o'sha paytdagi termalardan foydalanish uchun mana shunaqa jetonlar berilganligi haqida tarixda faktlar uchraydi. Faleristikada albatta turli xil medallar, ordenlarni chuqur o'rganish bilan birgalikda uni demak, ma'lum bir imtiyozlari bilan ham shug'ullanuvchi fan sohasi sanaladi. Chunki O'zbekistonda ham masalan bugungi kunda ham bir qancha orden va medallar borki, bularni barchasida o'zi bilan birgalikda ma'lum bir imtiyozlar bor. Masalan, bir martalik shu 50 eng kam oylik ish haqini 50 barobar miqdordagi mukofot tizimi bilan yoki ma'lum bir imtiyozlar beruvchi yoki masalan O'zbekiston iftixori degan sportchilar uchun beriladigan unvon bor. U bir umrlik demak eng kam oylik ish haqi 10 barobar miqdordagi mukofot bilan, har oylik mukofot bilan ta'minlanish haqidagi o'ziga xos imtiyozlar borki, shu nuqtai nazardan albatta bunaqa mukofotlar, bunaqa medallarning qabul qilinishi haqiqatda tarixda demak eng yaxshi bo'lgan jarayonlardan bittasi bo'lganki, hattoki mana shu harbiylarni ham yoki hatto nafaqat bu harbiylar, balki jamoatdagi insonlarni ham mana shu ko'krak nishonlarini taqib yurgan paytda jamoatchilik orasida ularni o'zgalardan farq qilib turadigan jihatlari borligi haqida ko'rilgan. Miloddan avvalgi 6-3 asrlarda Afinada aynan xalq yig'inlarida yoki sud majlislarida, teatr tomoshalarida ham ishtirok etadigan odamlarni o'ziga xos jetonlari bo'lgan. Bu jetonlar masalan bugungi kunda ham o'zimizda ham masalan deputatlarni o'zini maxsus jetonlari bor, shu kostyumlarni burchagiga taqib yurishar yoki boshqa soha vakillarida ham qaysidir bir partiyaga degan a'zolik haqidagi jetonlar ham borki, bu jetonlarni ma'lum bir demak qadimgi Rimda ham ma'lum bir imtiyoz berilgan. Masalan, unga don olishda yoki hattoki jamoat oshxonalarida ham, boya aytganimizdek hammomlarda ham borishda ularda ma'lum bir imtiyozlar berilgan bo'lgan. Shu nuqtai nazardan albatta faleristika sohasi o'zi birinchi marotaba fan sifatiga 1937-yilda chex olimi va o'zi ham kolleksiyachi bo'lgan Oldrix Pils tomonidan demak qabul qilingan va keyinchalik bu atama Germaniya hamda Fransiyada ham maxsus nashrlarda ko'rsatilgan sanaladi. Ikkinchi jihatdan oladigan bo'lsak, albatta faleristikada ma'lum bitta tizim mavjud emas, chunki uni bitta qolipga solish imkonsiz sanaladi. Shu nuqtai nazardan bu jarayonni hisobga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki,
turli sohalarda turlicha unvonlar beriladiki, har bittasini o'ziga xos kategoriyalari mavjud. Shu nuqtai nazardan albatta folloristikani tarixiy jarayonlardan kuzatadigan bo'lsak, O'zbekistonda folloristika sohasini shakllanish tarixi bo'yicha Diyorbek Abdullayev degan bir tarixchi tomonidan doktorlik ishi olib borilgan va mana shu ishda O'zbekistondagi harbiy, nafaqat harbiy, balki jamoatdagi barcha shu orden va medallarning shakllanish tarixi haqida ajoyib bir dissertatsiya ham bo'lgan. Bemalol mana shu ishdan ham demak mavzu doirasida foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Belgilar, jetonlar faqatgina yana bronza, oltin yoki kumushdan emas, balki jez, mis, alyuminiy, hattoki yog'ochdan ham qilingan. Bularni ba'zi bir hollarda, masalan, o'sha ma'lum bir bajaradigan funksiyasiga qarab, unda turlicha shakllardan ham foydalangan. Masalan, ba'zida esa o'ng tomonda ko'rib turganlaringda barmoqdagi sanash tasvirlangan bir hol borki, mana shu ko'rsatilayotgan raqam o'sha barmog'idagi son bilan o'yin fishkasida ishlatiladigan fishka vazifasini bajargan. Endi bu narsa albatta mana shu o'yin jarayonida ularni qiziqtiradigan holat sanalgan. Ba'zi bir folloristik belgilarga yoki o'sha medallarga e'tibor qaratadigan bo'lsa, uni bir o'ziga xos bir zargarlik bilan ishlov berilganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, bu uni demak qimmatbaholik darajasi bilan izohlanadiki, ya'ni o'sha qanchalik orden yoki medal darajasi yuqorilab borgan singari unga ishlov berish jarayoni ham shunchalik takomillashtirib boriladiki va mana shu zargarlikni o'zi ham, unga berilgan jiloni yoki o'sha mahoratni o'zi ham bu medalni naqadar qimmatli va qiymatli ekanligini isbotlovchi omil sanaladi. 11-asrda Kiyev Rusida ham o'sha ma'lum bir jasoratlarni ko'rsatish uchun oltin, kumush yoki bronzada demak bezalgan mana shunday ma'lum bir mukofot ta'sis etilgan, bo'yin qog'ozi ham deb atalgan. Unda birinchi marotaba mana shunaqa mukofotlar bilan o'zi 1100-yilda Vladimir Monomakh davrida ta'sis etilganligi haqida ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda ham mustaqil bo'lganimizdan keyin birinchi qabul qilingan orden sifatida Sog'lom avlod uchun ordeni ta'sis etilgan deb qabul qilinadi. Demak, shu nuqtai nazardan undan avval ham albatta Sovet davrida bir qancha mukofotlar va boshqa taqdirlash usullari bo'lgan, lekin mustaqillikdan keyin undan keyin ham juda ko'p demak mukofotlar, Mustaqillik ordeni, O'zbekiston qahramoni unvoni kabi unvonlar ta'sis etilganki, ta'lim sohasida masalan xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni kabi unvonlar ta'sis etilgan, lekin birinchilardan hisoblanib aynan mana shu Sog'lom avlod uchun ordeni hisoblanadi. Mukofot belgilarining eng qadimgilaridan demak oladigan bo'lsak, qirol Eduard III tomonidan qabul qilingan ordenni aynan hisoblashimiz mumkin. Bu 1348-yilda qabul qilingan. Mana suratini ham ko'rib turishimiz mumkin. Plantagenetlar sulolasi davridagi mana shu unvon albatta ko'rib turibmizki, ishlov berilishi nuqtai nazaridan ham, tarkibiy nuqtai nazardan ham qimmatbaho metal bo'lganligi uchun ham bu orden o'z davrida yuksak qiymatga ega bo'lgan. Eng qiziq bir joylardan bittasi ayollarimizdan ham Sovet davrida o'sha paytda demak ishchi kuchini yetishmasligi hamda harbiy salohiyatni oshirish maqsadida ham qahramon ona unvoni berilgan. O'sha Sovet davrida mana suratda ham ko'rib turibmiz. Aynan bu shu jamiyatimizdagi salohiyatni aholi orasida, shu aholi demografiyasini oshirish maqsadida qilingan ish sanaladiki, shu nuqtai nazardan demak shunaqa ham mukofotlar bo'lganki, hozirgi kunda albatta ba'zi bir idoralarda nodavlat mukofotlar ham ta'sis etiladi. Ya'ni o'zlari shu rag'batlantirish maqsadida mana shunaqa mukofotlar ta'sis etganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan albatta folloristikani o'rganayotgan paytimiz biz uni shu ordenlar, mukofotlar, medallar, esdaliklar, demak esdalik nishonlar kabi turlarga bo'lib o'rganishimiz mumkinki, ba'zida demak Rossiyada ham maxsus ayollar ordenlari ham mavjud bo'lganki, bu ularni bir shu ma'lum bir shaxsiy xizmatlari uchun yoki qandaydir bir
diplomatik munosabatlarni ta'sis etishdagi yordamlari maqsadida ham ta'sis etilganki, 1714-yilda demak Yekaterina Aleksandrovnani Pyotr I tomonidan ham mana shunday mukofot bilan demak taqdirlanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Mavzuda davom bilan demak keyingi darslarimizda gaplashib boramiz. Sog' bo'linglar.